Hazreti Umarning vafoti. Hazreti Umarning suiqasd bilan o'ldirilishi. Hazreti Umar nazar doirasi keng, oldin ko'rar kishi edi. U hokimiyati ostidagi sof va pokiz islomiy jamiyatining buzilishidan andisha qiladi. Kun siri kengayotgan davlat chegarasi va yot millatlarning turkumlab islomga kirishi bilan abjash va kontrol qilg'il bo'lmaydigan bir jamiyatning maydonga kelishidan bakmi qo'rqatdi. Chunki u natijada bir munchilg'an yot fikr va iqimlarning bu jamiyatga singib kirib, jamiyatning ma'naviyatini bulg'aydiganligini obdan biladi. Shundaqla keng ko'lamlik fatih faoliyatlardan keyin islom davlatining puhrolarga aylanib qolganlar va sirtdan kelgan majusiylar bilan bo'lgan urushda asirga tushganlarning islomning mavjudiyatiga tahdid soladigan bir talay ish harakatlarni qilib tashlashidan xavfsirab turadi. Shunga bu yat millatlarning orasidan davlati yiqilganligi uchun ko'rinishda musulmon bo'lgan ba'zi ironliklardan boshqa Madinaga kelib yerilish savdosida bo'lganlarning Madinaga kirishiga ruxsat qilmadi. Chunki bu ironliklarning garchi islomni qabul qilgan bo'lsa-mu, ruhiy engining cho'nqur qatlamlarida o'tmishga va ko'na majusiy e'tiqodlarga bo'lgan talpinish va moyillik alomatlari bor edi. Burunqi hukumatlarga bo'lgan sadoqatlarning ta'siridan qutulib bo'lolmayotdi. Ya'ni ular sirtqi ko'rinishda musulmon, ammo ichki jihatda texcha burunqi majusiy dinlarga samimiy sadoqatman edi. Hatto bularning ba'zilarining bakmi qo'rqinchli suiqasd planlari bor bo'lib, bu o'z davlatlarini ag'dirib tashlagan Hazrat Umarga bo'lgan g'azab nafratidan kelib chiqmoqda edi. Ba'zilar texi yangidan musulmon bo'lg'achqa islomni to'liq to'g'ri tushunib, uning o'ziga foydali taraflarini bilib yetgudak ong saviyaga ega bo'lmag'achqa hamisha ikkilanib tanqislikda yuradi. Fatihlardan keyin islom davlatining igidorchiligiga kirgan yerlardagi xalqlar ichida islomga va musulmonlarga qarshi eng ko'p o'chmalik qilganlar parislar edi. Chunki ularning davlati musulmonlar tarafidan butunlay yo'qotilg'achqa, ularning qechib qutulaligidek boshqa yerlari yo'q edi. Ammo islom davlatining bizanislik fuqarolarining ahvoli boshqacha bo'lib, ularning islom fatihlarining sirtida qolgan va mavjudiyatini davomlashtirayotgan davlatlari bor edi. Bu davlat fatih qilingan tuproqlardan qochib, o'zlaridan panohlik tilganlarni sig'dirish imkoniyatiga ega edi. Haqiqatan fatih qilingan yerlarda turmush kechirayotganlardan boshqa bizanislar hukmronligidagi yerlarga qochgan rumlar va fatihdan keyin bizanislar bilan birga ko'chib ketgan xristian arablarmi oz emas edi. Bundaq ko'chishlar toki Istanbul fatih qilinib, Bizanis davlati butunlay yiqilgan Hijriya 9-asrga qadar davomlashdi. Undan boshqa ko'rinishda musulmon bo'lib olgan yahudiylarmi bor bo'lib, bu butunlay ilm-fikirdan iborat bo'lib, ular bo'ysundirilib, islom va musulmonlarga qarshi turish imkoniyatlari qolmaganligini tushungandan keyin o'zlari uchun musulmonlarning ichida turib, do'ppilarga jigdi selishning eng oson ish ekanligini ko'rib yetishdi. Chunki ular islomdan qattiq nafratlanadi. Aslida ular o'z dinlariga qarshi chiqqan har kimdan nafratlanib o'chmanlik qilsa-mu, islomga bo'lgan o'chmanligi texmi kuchli edi. Chunki islom o'z vaqtida ularning o'zlaridan bo'lmaganlari qilgan dushmanlik va suiqasdlarni, yomon g'araz va hiyla-nayranglarni butunlay fosh qilib tashlagan edi. Shunga ular har turli shaxsiyatlarga purkinib, har xil yo'l vositalar orqali islomni va musulmon rahbarlarini yo'q qilishga urinadi. Qisqarliq yeri shuki, hozirgi zamon Turkiya jamiyatidami shundoq yahudiylar bor bo'lib, ular Salonik yoki Qrim yahudilari deb ataladi. Ularning turk nasabidan kelganligi va hozir turklarning keyingi avlodlari ekanligi o'tirg'i qo'yilmoqda. Ular 1600-yillardan keyin Osmaniylar davlatining davlat akabirlarining ichiga singib kirib, davlat sistemasini buzib tashladi. Turkiya Cumhuriyeti qurilgandan keyinmi darhol rahbarlikni o'z changaliga ilib olib, musulmonlarni chetga qoqdi. 1920-yillardan keyin Marmara sohillarini makon tutib, nihoyat tashkillik holda faoliyat olib berib, qisqagina vaqt ichida davlatning iqtisodini kontrol qilib oldi. Qo'l ilikidagi cheksiz imkoniyatlari bilan Turkiyaning ichki va tashqi siyosatini belgilagan bu yahudiylar Turkiya jamiyatini o'z xohishi bo'yicha boshqarib kelmoqda. Bularning Istanbulda 2, Anqarada 1 jamoasi bor bo'lib, xalq orasida musulmon bo'lib yashaydi.
va o'zlarining yahudi ekanligini qat'iy maxfiy tutadi. Ammo diniy e'tiqodlari bakmi chong bo'lib, bolalarga an'anaviy musulmoncha ismdan bakroq turkcha ismlarni ko'p qo'ydi. Shunga ular xalq orasida faqat jenib qolmaydi. Ular yurgizgan ichki va tashqi siyosatlardan ularning turklardan boshqa yahudiylar bilan yoki Isroiliya bilan bo'lgan munosabatining qanchalik darajada ekanligini bilib olg'ili bo'ldi. Ular davlat ichida yo'lga qo'ygan ta'lim-tarbiya sistemasi va o'rinlashtirgan har xil faoliyatlari orqali jamiyat kishilarining salohiyatini butunlay o'zgartirishga urinmoqda. Hazrati Umar davri insoniyat dunyosi islom adolatining eng esil o'rnaklariga shohid bo'lgan va islom quyoshi yer yuzining nihoyat cho'ng bir qismiga porloq nur sochgan davr edi. Kufa valisi Mughira ibn Shu'ba Hazrati Umardan Abu Lu'lu'a ismli Eronlik xizmatchisining Madinaga kirishiga va u yerda yerlashib qolishiga ijozat qilishini iltimos qildi. Uning asli ismi Fayruz bo'lib, musulmon bo'lgandan keyin ismini Lu'lu'aga o'zgartgan. Vali Mughiraning maqsadi qo'li abjil bu hunarvan ustaning islom poytaxtida musulmonlarga va islom davlatiga foydali xizmat qilishiga shart-sharoit yaratib berish edi. Chunki u odamning temirchilik, yog'ochchilik va naqqoshlik hunarlari bor edi. Ammo abdi bashirisi keyincha oshkorlangan bu odam islomning ashaddiy dushmani bo'lib, ichida majusiylikqa talpinsimi, boshqalarga bilintirmay yuratdi. Ba'zida shundoq irqchilik qilg'us kelsimi, yana bak chandurib ketmaydi. Ko'chada ironlik bolalarni ko'rsala, fursat bilib, boshlarini silab, ko'zlaridan yosh to'kib, "Umar yurak bag'rimni yeb ketdi" deb urib yurganligi ko'rilgan edi. U har doim fursat tepib, Hazrati Umarning yo'lini maxfiy kuzatib, Hazrati Umar uchun planlangan qabih suiqasdini amalga oshirish uchun muvaffaq payt kutadi. Abu Lu'lu'a ko'p kuzatish orqali Hazrati Umarni o'ltirishning eng muvaffaq paytining uning namozga turgan vaqti ekanligini jazmlashtirdi. Chunki Hazrati Umar butun vujudi bilan namozga berilib ketganligi uchun hech nimadan xabari bo'lmaydi. Suiqasdchimi ko'zlagan maqsadiga hech qanday qarshilikqa uchramagan holda yetalaydi. Hazrati Umar har qatim namozga turishdan burun saflarni aralab jamoatga "Saflaringlarni tuzlanglar" deb ogohlantirgandan keyin mihrobga o'tib takbir tushirishga ishorat beradi. Hijriyaning 23-yili Zulhajja oyining 23-kuni sahar vaqti edi. Hazrati Umar bomdod namozini boshlashdan burun odati bo'yicha saflarni tuzlab chiqdi. Ondan takbir tushirilgandan keyin namozga turdi. Dal shu chaqda Hazrati Umarning meni o'ltirdi" deb engirgan ovozi anglandi. Abu Lu'lu'a degan kofir uning 6 yeriga xanjar tiqqan edi. G'aljirlashgan qotil buning bilan qolmay xanjarni atrofga qalaymaqon shiltib, jamoatdan 13 kishini yarador qildi. Bu kishilarning ko'pi yiqilgan yerida shahid bo'ldi. Cho'ng sahoba Abdurrahman ibn Avf darhol etilib berib, sallisini uningga qartib etish orqali uni to'xtatib oldi. Ammo o'zining tutilib qolganligini va beshiga nima ishlarning keldiganligini o'ylab ketgan Abu Lu'lu'a o'zining qonliq qilichini o'ziga tiqdi va shu yerdala jon uzdi. Abdurrahman ibn Avf darhol Hazrati Umarning bosh tarafiga o'tdi. Hazrati Umar biqinidagi yarasining ustiga seriq yopiqdan birini yopgan holda yerda yotadi. U lavlarini midirlatib, "Allohning hukmi amalga oshdi" dedi. Ondan Abdurrahman ibn Avfning qo'lini tutib turib, uning jamoatga imom bo'lib, namozning qolgan qismini ado qilishini buyurgandan keyin hushidan ketdi. Abdurrahman ibn Avf vaziyatning jiddiyligi tufaylidan namozni tezda o'qib tugatdi. Jamoatning ko'pligi namoz vaqtidagi intizomchanlik tufaylidan keyingi safda turganlarning ko'pinchisi oldingi safda nima ish bo'lganligini bilmadi. Shunga Hazrati Umarning takbir ovozi to'xtab qolishi bilan orqa safdagilar "Subhanalloh, subhanalloh" deb imomni ogohlantirmoqchi bo'lishdi. Ba'zi fiqh mazhablarga ko'ra, imom xatolik o'tkazsa yoki yaqin atrofda biror xatarlik ahvol ko'rilsa, jamoat namozini buzmay ogohlantirish uchun yuqori ovozda "Subhanalloh" desa va takrorlasa bo'ladi. Bu ovozlar Abdurrahman ibn Avfning namozini davomlashtirishi bilan besiqdi. Hazrati Umar hushiga kelgandan keyin jamoat namozni ado qila oladimi deb so'radi. U
eng oxirgi tiniqini ilayotgan vaqtidami islomning bu cho'ng qoidasining buzilib ketishidan ansirab, uning loyiqida o'rindalgan yoki o'rindalmaganligini so'rayotdi. Abdullah ibn Abbos uningga yaqinlashib, namoz ado qilindi deb uni xotirjam qildi. Hazrat Umar shu holi bilan balkim boshqalar qiladigan shundaq muhim vasiyatlari bor bo'lsa-mu, yana namozning muhimligi haqida to'xtalib, namozga sal qaragan odamning islom bilan munosabati yo'q deb atrofdagilarga ogohlantirish berdi. Ondan uning talabi bo'yicha tahorat elindi, u namozini ado qilib oldi. Yarallardan qon eqib turadi. Jamoat uni uyga yo'tkidi. Hazrat Umar Abdullah ibn Abbosga chiqib, meni kimning qasdlaganligini aniq uqib kirgan deb buyurdi. Abdullah vaqani shahid bo'lganlardan surishtirish orqali suiqasdchining Mughira ibn Shu'baning xizmatchisi Abu Lu'lu'a ekanligini, uning bir qancha kishini o'ltirgandan keyin o'zini o'ltirib olganligini uqib kirdi. Hazrat Umar bu ma'lumotlarni anglab, Allohga ming shukr. Oxirat kuni Allohning huzurida peshonasi sajdaga borgan biri bilan hisoblashmoqdekman deb o'zini musulmonlardan birasining qasdlamaganligiga xursand bo'ldi. Hazrat Umar o'zining bilib bilmay biror musulmonning manfaatiga zid bo'lgan qaror yoki hukm chiqarib qo'yib, shu sababdan suiqasdga uchraganligini o'ylab ketgan edi. Shunga u Abdullah ibn Abbosni yeniga chaqirib, chiqib, jamoatning bu vaqtdagi fikrini elib boqqin deb buyurdi. Abdullah jamoatning fikrini elib, Hazrat Umarning yeniga kirdi va uningga: "Ey mu'minlarning amiri, butun xaloyiq xuddi o'z bolasini yutirib qo'ygandek sen uchun qayg'urib yig'lashyapti" dedi. Ansarlardan bir tevib kirib, Hazrat Umarning yarasini tekshirdi. Uningga ishirilgan sut yarasidan eqib chiqibdi. Tevib uningga: "Ey mu'minlarning amiri, vasiyatingni qilib olgin" deb uning hayotidan umid qolmaganligini bildirdi. Tevibning bu gapini anglagan atrofdagilar öksüp yig'lashga boshladi. Hazrat Umar: "Menga yig'lab bermanglar. Yig'lashni xohlaganlar talog'i chiqib yig'lasin. Payg'ambar alayhisalom jinoza beshida faryod chekib, qattiq yig'laganlar jazolanadi" deydi, deb ularni ogohlantirdi. Hazrat Umar hayotining eng oxirgi bir necha minutida islom davlatining kelajagi haqida beradigan qarorining ma'naviy mas'uliyati ostida ezilmoqda va qo'rqmoqda edi. To'g'risini aytganda, har qanday mu'min har doim qo'rqinish bilan umid orasida yashaydi. Hazrat Umar o'z vazifasining uddasini chiqolmagan va fuqarolarning haq-huquqiga munosabatdek qaror va hukmlarda xatolik o'tkazib qo'ygan bo'lib qolishidan qattiq andish qiladi. Shunga u bosh uchida o'ziga talmirib qarab turganlarga: "Men endi o'z shaxsiyatim haqida hech narsadan qo'rqmayman. Ammo sizlarning hukmronliginglarning kelajagidan ansirayman" dedi. Abdullah ibn Abbos uni bu iztirobdan qutuldirib, ko'nglini tasalli topqizish uchun uning yili payg'ambar alayhisalomga, yili Hazrat Abu Bakrga yaqinligini esiga soladi. Ammo Hazrat Umar uningga: "Qasam qilamanki, Allohning huzurida oqlanib, do'zax o'tidan qutulib qolishni bakmi orzu qilaman. Mukofot berilmasa-mu mayli, jazo berilmasa men rozi. Qasam qilamanki, xalifa bo'lgan kunim qandoq bo'lgan bo'lsa, xalifalikdan ayrilgan kunimmi shundoq bo'lishini umid qilaman. Bu vazifam uchun savobmi berilmasin, gunohmi yozilmasin. Men shuningga rozi" dedi. Abdullah ibn Abbos Hazrat Umarning bosh tarafida turib mundoq dedi: "Sen islomni qabul qilgan kuni bizni texmi sharafli o'ringa chiqarding. Bizni faxrlantirding va ko'p yordam qilding. Vazifa topshirib olgan kuningdan e'tiboran musulmonlarga zafar qozondirding. Nurg'un yerlarning fath qilinishiga vasila bo'lding. Sen yer yuzini o'z adolating bilan to'ldirding." Hazrat Umar bu iltifotdan bakmi mamnun bo'ldi. U Abdullahdan rost shundoq ekanligiga Allohning huzurida guvohchi bo'la olamsan deb so'radi. Bu so'zlarni anglab turgan Ali darhol Abdullahga: "Ha degin, menmu sen bilan billa guvohchi bo'laman" deb uning ko'nglini xush qilishga tirishdi. Hazrat Umar ahvolning barg'ansir yomonlab ketayotganligini sezib, o'g'li Abdullahni chaqirib, uningga qarzlarni o'z egallariga qaytarib berish haqida vasiyat qilgandan keyin o'zining payg'ambar alayhisalomning yon tarafiga dafn qilinishiga ijozat so'rash uchun mu'minlarning onasi Oisha radhiyallohu anhaning yeniga avatdi va mundoq dedi: "Berib, uningga Umar sana salom aytdi" degin.
Hergiz Amirul Mu'minin demigin. Men bugundan itiboran amir emasman. Onunğa Ömer ibn Xattab ikki do'stining yeniga dafn qilinish uchun sendan ijozat talab qilyotidi degan. Abdullah dadasining topshirig'iga binoan Hazrati Oyshaning oldiga bordi. Hazrati Oysha uyida Hazrati Umar uchun yig'lab o'ltirdi. Abdullah onunğa salam qilgandan keyin dadasining so'zlarini yetkizdi. Hazrati Oysha: "Aslida men bu o'rinni o'zim uchun elib qo'ygan edim. Hazrati Umar talab qilgan bo'lsa, shuning bo'lsin" deb javob berdi. Hazrati Umar birini o'z o'rniga xalifalikka tayinlashni xohlamagan bo'lsa-mu, o'g'li Abdullah uni bu haqda qoyil qilgan edi. Abdullah bu ish haqida mundaq deydi: "Men hamshiram Hafisaga yo'liqib o'tdim. Uning o'rimi chochlaridan suv tomchilab turadi. Mendan dadang o'z o'rniga birini saylamagandi deb so'radi. Men yo'q, undaq qilmaydi deb javob berdim. U qarab tur, cho'qim qiladi dedi. Men bu haqda dadamga eg'iz echish uchun qasam qildim. Ondan dadamning yeniga qaytdim. Bu masalani uningga aytishga shunchalik intildim. Xuddi o'shnamga tog' yutib olgandek bo'lib qolgan edi. Dadam mendan xalqning hol ahvolini so'radi. Men ko'rgan bilganlarimni aytib bergach, fursatdan foydalanib, "Dada, xalq bir ish ustida talash-tartish qilishyotidi. Bu masalani sana yetkazmasam bo'lmas deb o'ylayman. Ba'zilar sening xalifalikka hech kimni tayinlamaydiganligingni so'zlab yuriydi. Bu rostmi? Men sana bu ishni mundaq izohlab beray. Masalan, sen tayinlangan valilardan birini yeningga chaqirtgan vaqtingda u o'z vazifasiga qaytib bo'lguncha uning o'rniga boshqa birini naib qilib tayinlaysan-ku. Yana masalan, sening bir padiching bor deb turayli, uni yeningga chaqirtgan vaqtingda boshqa birini padini beqib turishga tayinlamamsan. Undaq bo'lgan ekan, ati o'gün Allohning huzuriga chiqqan vaqtingda o'z o'rningda uning bandalariga ega bo'ladigan birini tayinlamaganliging uchun nima deb javob berasan dedim. Dadam bu so'zlarimni anglab, avval qattiq cho'chigandek bo'ldi. Ondan cho'nqur o'yga petib ketdi. Oldiga ingishib, birdam o'ltirgandan keyin beshini ko'tarib, "Alloh taolo bu dinning qo'g'dug'uchisidir. Men bu ishni qandoqsiga bir taraf qila olayman? Chunki mendan burun bu masalaga menga o'rnak bo'lganlar bor. Agar payg'ambar alayhissalom qilgandek qilsam, men o'z o'rnimga birini tayinlamayman. Agar Hazrati Abu Bakrdek qilmoqchi bo'lsam, u o'zidan keyingi xalifani o'zi tanlagan edi" dedi. Dadamning so'zlaridan uning hech kimni payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan ustun ko'rmaydiganligi, payg'ambar alayhissalom o'zidan keyingi xalifani tayinlab qo'ymaganligi uchun uningmi xalifa tayinlamaydiganligi chiqib turadi. Dadam mundaq dedi: "Men ba'zi kishilarning bu ishga bakmo erishmanligini bildim. Ammo men bu ishni payg'ambar alayhissalomning roziligini olgan 6 kishiga topshiraman. Ular o'z orasida maslahatlashib birini tanlasin. Agar men ko'z yumishdan ilgari Abu Huzayfaning azodgardisi Salim yoki Abu Ubayda ibn Jarrohning ikkisining biri yetib kelalisa, men bu vazifani uningga to'liq ishonch bilan topshirdim. Agar Rabbim ular uchun meni so'roqqa tortsa, men sening elchingning ig'izidan Abu Ubayda bu ummatning eng ishonchligidir deganini, Salim haqida Salim Allohni haqiqiy tunigan kishidir deganligini anglaganman deb javob beraman." Bu arada Mughira ibn Shu'ba Hazrati Umarni yo'qlab kelgan edi. U Hazrati Umarga: "O'g'ling Abdullohni sening o'rniga xalifalikka ko'rsatsam saylamsan" deb taklif berdi. Bu taklifni bakmi o'rinsiz va nomuvofiq his qilgan Hazrati Umar uningga mundaq deb javob berdi: "Alloh jiningni olsin. Allohga qasam qilamanki, mundaq ish mening xiyolimga kirib chiqqani yo'q. Uning ustiga men o'zim bu vazifani yoqtirmaydigan tursam, qandoqsiga o'z oilamdan birini bu mansabga qo'yay? Agar bu ishda biror foyda bo'lsa, biz uningga allburun erishdik. Yo'q, agar bu ishda biror ziyon bo'lsa, Ömer oilasidan birining bu ziyonni tortqani va Allohning huzurida Hazrati Muhammad sallallohu alayhi va sallamning ummati ustidagi mas'uliyatning hisobini berishi yetarlik emasmi? Ham bu ishga ko'p kuchab ketganlikdan o'z oilamga ko'ngil bo'lolmadim. Ularni har kimning foydalanish haqqi bo'lgan ne'matlardan mahrum qildim. Shundoq bo'lsa-mu, mukofot u yoqda tursin,
bu ishning hisobidan jazosiz qutula olsam, men shuningga rozi. Hazrati Umar hayotining eng oxirgi vaqtlarida xalifa tanlash ishini 6 kishiga topshirdi. Bu 6 kishi Hazrati Osman, Hazrati Ali, Talha, Zubayr, Abdullah ibn Avf va Said ibn Abu Waqqas qatorliqlar edi. Allah ularning hammasidan rozi bo'lsin. Hazrati Umar o'g'li Abdullahni ularga maslahatchi qilib qo'ydi. Ammo ulardan biri deb qaramadi. Ya'ni ular bilan tang o'ringa qo'ymadi. Ularning o'z ichidan birini xalifa qilib tayinlash uchun 3 kun muhlat berdi. Suhaybni bo'lsa jamoatga imom qilib tayinladi. Ismlari aytib o'tilgan 6 kishidan Talha bu chaqda Madinada yo'q bo'lib, shaxsiy bir ish uchun shahar sirtiga chiqib ketgan edi. Hazrati Umar qolganlarini chaqirtib kelib, ularga mundoq dedi: "Menga qaranglar. Men sizlarga xalifa tanlash vazifasini topshirdim. Shuni aytib qo'yayki, hozir xalqning orasida hech qanday bo'lgunchilik harakati yo'q. Agar bundan keyin biror bo'lgunchilik harakati chiqib qolsa, bu faqat sizlarning oranglardan chiqadi. Sizlar uchunlar, ey Osman, ey Ali, ey Abdurrahman, xalq tanlab qolsa, cho'qim uchunlardan birini tanlaydi. Shunga, ey Ali, agar sen xalifalikka tayinlanib qolsang, hargiz o'z nasabing bo'lgan Bani Hashim qabilasini xalqning beshiga balo qilmagin. Allohdan qo'rqqin. Sen, Osman, agar sen xalifalikka tayinlanib qolsang, hargiz o'z nasabing bo'lgan Bani Umayya qabilasini millatning gajgisiga mindirib qo'ymagin. Ularga amal mansab bermagin. Va sen, Abdurrahman, agar sen xalifalikka tayinlanib qolsang, senmo o'z nasabing va urug' tuqqanlaringga amal mansab tutqizmagin. Ularni xalqga yuk qilib qo'ymagin. Amdi berib, aranglardan birini xalifalikka tayinlanglar. Ular chiqib ketgandan keyin Hazrati Umar, agar ular shu paynakvoshni tanlasa, bakmi yaxshi bo'ladi. Hazrati Alining peshonasi keng bo'lib, beshining cho'qqisidagi chechi tushib ketgachga, Hazrati Umar uni paynakvosh deb ataydi. Chunki u xalqning ishini yo'lida bir taraf qila oladigan biri edi, dedi. U bu so'zi orqali Hazrati Alini ko'z tutgan edi. O'g'li Abdullah uningdan, ey mu'minlarning amiri, Hazrati Alini xalifa qilib tayinlab qo'yishingga nima to'sqinlik qildi deb so'radi. Hazrati Umar uningdan, o'g'lim, men nimshahid holatda turib, xalqni boshqarishni xohlamayman deb javob berdi. Hazrati Umar bir qatam Said ibn Abu Waqqasni tilga olib, u 6 kishiga mundoq degan edi: agar Said xalifa bo'lib saylanib qolsa, u bu ishga loyiq biri. Agar u saylanmay qolsa, saylangan kishi vaqti kelganda uning bilan maslahatlashib ish qilsin. Men uni o'z vazifasidan elib tashlagan bo'lsam, bu hargiz uning ishga yaramasligidan yoki huquqini suiiste'mol qilganligidan bo'lmadi. Sizlarga 3 kun muhlat beraman. Agar menga biror ish bo'lib qolsa, Bani Jad'an qabilasining azodgardisi Suhayb 3 kungacha xalqga imom bo'lib tursin. Ondan bir yerga yig'ilib, aranglardan birini xalifa qilib saylanglar. Agar kimki musulmonlarning fikr maslahatini olmay turib, rahbarlik maqomiga xiris qilsa, darhol uning kallasini elib tashlanglar. Sahobalar chiqib ketdi. Hazrati Umar vafotidan salli burun ansorlardan Abu Talhani yeniga chaqirtib, uningga muhim bir ishni topilab mundoq dedi: "Sen berib qabilangdan 50 kishini ol va kengash a'zolari bo'lgan shu 6 kishining qishig'i borgin. Menchi ular o'z orasidagi birining uyiga yig'iladi. Sen qo'l ostondagi odamlaring bilan ular yig'ilgan uyning eshigida qorovullik qil. Hech kimning ichiga kirishiga ruxsat qilma. 3 kun ichida birini xalifa qilib tayinlab bo'lguncha oralaridan birasining u yerni tashlab chiqib ketishiga yo'l qo'yma. Hatto sen shaxsan ularning beshida turgin. Agar 6 kishidan 5i bir odamni tanlab, birisi ularga qarshi chiqsa, darhol uning kallasini ol. Agar 4 kishi bir odamni tanlab, 2 kishi uning qarshi chiqsa, u ikkisining kallasini ol. Agar 3 kishi birini tanlab, qolgan 3 kishimi boshqa birini tanlasa, o'g'lim Abdullah ibn Umar ularga hukm chiqarib bersin. Abdullah qaysi tarafni tanlasa, shu taraf ko'rsatgan odam xalifa bo'lsin. Agar ularning hammasi o'g'limning hukmini qabul qilmasa, u chaqda Abdurrahman ibn Avfni o'z ichiga olgan taraf ko'rsatgan odam xalifa bo'lsin.
ular tanlagan odamni yana bir tarafdagilar qabul qilmasa, ularning hammasini o'ltiringlar. Qandoqli qilib bo'lmasin, 4-kuni sahargacha biri sizlarga xalifa bo'lib saylanib bo'lsin. Hazrati Umar suiqasdga uchragandan keyin aran 3 kun yashay oldi. 4-kuni, ya'ni Hijriyaning 23-yili Zulhajja oyi tugaydiganga 4 kun qolganda chorshanba kuni vafot bo'ldi. O'g'li Abdullah uni yuyib kepalladi. Namozini Suhayb tushirdi. Ko'rib olishga bo'ladiki, Hazrati Umarning xalifa tanlash huquqini kengash a'zolariga topshirishi uning xalifa vaqtida yo'l qo'ygan sistemasidan halqib chiqqanligini ifodalab bermoqda. Chunki Hazrati Umar yo'l qo'ygan hukmronlik sistemasi keskin qarorga tayinatdi. Gerçi saylan fursati insonga burun yodiga kelmagan narsalarni xotirlash imkoniyati yaratib bersimi, ayni vaqtda yana bir munchilagan o'xshmasliklarning kelib chiqishiga sababchi bo'lishi mumkin. Chunki ma'lum bir kishi oldin tanlansa, hamma kishi uningga bo'ysunishga majbur bo'ladi. Ammo jamiyat bundoq ishni xohlamaydi. Inson psixologiyasi ana shundoq bo'lib, boshqalarni tanlash ishi bo'lsa, uni qat'iy xohlamaydi. Agar o'zimi u saylam nomzodlarining ichida bo'lib qolsa, saylamga butun jinini ataydi. Kim biladi, ba'zilar Hazrati Umarning o'zidan keyin keladigan birini tayinlashning o'rniga bu masalani kengashga o'tkazib berishini bir xatolik deb qaragan bo'lishi mumkin. Shuning bilan birga ular Hazrati Umarning yaralanganligi uchun shunday qilganligini, o'zrisi bo'lganligi uchun kimni tayinlashga qaror berilmaganligini ilgari surib, yolg'ondan uni qo'g'dab, xatosini yengillatmoqchi bo'layotgan bo'lishi mumkin. Ammo uning xalifa saylimini o'zila hal qilib etmay yoki birli kishiga tashlab qo'ymay, balki kengash a'zolariga topshirishi, o'ziga qilingan suiqasdning sababini surishtirishi, eg'ir yaralanganligiga qaramay xalqning va islomning kelajagi haqida oxirgi nafsigacha inchga o'ylangandan keyin qaror berishi uning naqadar to'g'ri fikrlik, naqadar aql idrok egasi ekanligini va uning musulmonlarning manfaatini naqadar inchkilik bilan kuzatganligini ko'rsatib bermoqda. U aslida ma'naviy kelajagidan qo'rqqachqa o'z ustidagi mas'uliyatdan qutulmoqchi bo'lib, har doim birini o'zining o'rniga tayinlab qo'yishni o'ylab yuradi. U Allohning huzuriga berish oldida hayotining oxirida yana bir muncha boshqa tinchliklarga qilishni xohlamaydi. Shunga o'zining o'rniga Hazrati Alini tayinlab qo'ymoqchi bo'lib, agar ular shu paynakvashni tanlasa, bakmi yaxshi bo'ladi. Chunki u xalqning ishini yo'lida bir taraf qila oladigan biri edi degan edi. Buni anglagan o'g'li, ey mu'minlarning amiri, Hazrati Alini xalifa qilib tayinlab qo'yishingga nima to'sqinlik qildi deb so'radi. U o'g'liga, o'g'lim, men nimchey holatda turib xalqni boshqarishni xohlamayman deb javob bergan edi. Hazrati Umar har doim xalifalik vazifasidan kelib chiqqan ma'naviy mas'uliyatlardan bezor bo'ladi va neri turishga tirishadi. Shunga u, men o'z shaxsiyatim haqida hech narsadan qo'rqmayman, ammo sizlarning hukmronliginglardan ansirayman degan edi. Shundaqla Mughira ibn Shu'ba uningga o'g'lini xalifalikka tayinlash haqida taklif berganda, u Alloh jiningni olsin, Allohga qasam qilamanki, mundaq ish mening xiyolimga kirib chiqqani yo'q. Uning ustiga men o'zim bu vazifani yoqtirmaydigan tursam, qandoqsiga o'z oilamdan birini bu mansabga qo'yay? Agar bu ishda biror foyda bo'lsa, biz uningga allburun erishdik. Yo'q. Agar bu ishda biror ziyon bo'lsa, Umar oilasidan birining bu ziyonni tortqini va Allohning dargohida Hazrati Muhammadning ummati ustidagi mas'uliyatning hisobini berishi yetarlik emasmi? Ham bu ishga ko'p kuchab ketganlikdan o'z oilamga ko'ngil bo'lolmadim. Ularni har kimning foydalanish haqqi bo'lgan ne'matlardan mahrum qildim. Shundoq bo'lsa-mu, mukofot u yoqda tursin, bu ishning hisobidan jazosiz qutulsam, men shuningga rozi deb javob berganligini ko'rib o'tgan edim. Undan boshqa Hazrati Umar Said ibn Zaydni, garchi u kengash hayitining bosh a'zolariga o'xshash payg'ambar alayhisalom tarafidan jannat bilan xush bishorat berilgan biri bo'lsa-mu, tog'asining o'g'li bo'lganligi uchun kengash a'zolarining orasiga qatmadi. Mana bulardan ko'rib olishga bo'ladiki, Hazrati Umar bu masalani kengash a'zolariga topshirish orqali qiyomat kuni bu ishning ma'naviy javobgarligi qilishining oldini olgan edi. Tog'asining o'g'li kengash majlisining doimiy a'zosi bo'lsa-mu, bu uni bu ishdan nari tutdi va o'z o'rnini o'g'liga o'tkazib bermadi.
u yaqin kelajakda Umaviy va Abbosiylar xalifligida bo'lgandek o'g'illarning dadillari tarafidan varis bo'lib tayinlanmasligi, rahbarlik shaklining hokim mutlaq podshoh tuzimiga o'zgarib ketmasligi va dadining balaga miros bo'lib qolmasligi uchun shunday qilgan edi. Shuning bilan birga musulmonlar qabul qilishga majbur bo'lgan bu qarorda xatolik bor bo'lib, bu qaror keyincha qo'rqinchli fojialarning maydonga kelishiga sabab bo'lgan edi. Hazrat Umarning o'z o'rniga Hazrat Alini tayinlab qo'yg'isi borligi nihoyat ochiq bo'lib, buni uning agar ular shu paynakvashni tanlasa, bakmu yaxshi bo'ladi. Chunki u xalqning ishini yo'lida bir taraf qila oladigan bir edi degan so'zlardan ko'rib olg'ili bo'ldi. Undan boshqa uning burunqi ish harakatlaridanmi buni bilib olg'ili bo'ladi. Masalan, u har doim shahar sirtiga chiqib qolsa, o'z o'rniga cho'qim Hazrat Alini noib qilib saylab qo'yadi. U kengash a'zolariga eng oxirgi ta'limotni bergan vaqtidami eng avval Hazrat Aliga buyurib, "Ey Ali, agar sen xaliflikka tayinlanib qolsang, hargiz o'z nasabing bo'lgan Bani Hashim qabilasini xalqning beshiga balo qilmagin. Allohdan qo'rqin" deb ogohlantirgan edi. Shunisi haqiqatki, bu ishning javobgarligi bakmi ig'ir bo'lg'achqa, Hazrat Umarning bu ishni 6 kishiga topshirishi bilan birga ba'zida o'zining o'rniga boshqa birini tayinlab qo'yishni o'ylashimi sal qarg'il bo'lmaydigan bir masala edi. Chunki idora shakli islomiy bo'lg'achqa, agar xalifa o'z o'rniga boshqa birini tayinlashga majbur bo'lib qolsa, mushu chora bilan hal qilib qilishi mumkin. Xalifaning bunday qilishi jihad hisoblanib, bu ish uchun Allohning mukofotiga erishishi mumkin. Hazrat Umarni qasdlab o'ltirishni planlaganlarga kelsak, ular Majusi, Yahudi va xristianlarga o'xshash islom dushmanlarining markazlarining vakillaridan tashkillangan edi. Hatto bu vaqada ba'zi badaviy qabilalarning raislarining roli bo'lishi mumkin edi. Hazrat Umarning qon da'vosi uchun Hormuzon, Jufayna va qotil Lu'lu'aning qizi qatorliqlar o'ldirildi. Kabul Axbar Uyayna ibn al-Hisin va boshqalarmi qarlangan bo'lsa-mu, o'ldirilganlar faqat yo'l qarqılardan iborat edi. Hazrat Abu Bakrning o'g'li Abdurrahmon mundaq deydi. Hazrat Umar o'ldirilishdan bir necha kun burun Abu Lu'lu'a bilan uchrashib qoldi. Uning yanida Hormuzon va Jufayna bor edi. Tez mengib ketishyotdi. Birdilla meni ko'rib qattiq cho'chib ketishdi. Oralaridan birining qo'ynidan bir xanjar yerga tushib ketdi. Bu xanjarning dastasi o'ttirida bo'lib, 2 bisliq edi. Hazrat Umarga urilgan xanjarning qanday xanjar ekanligi surishtirildi. Xanjar Abdurrahmon ko'rgan xanjarning o'zi bo'lib chiqdi. Hazrat Umarning o'g'illaridan Ubaydullah Abdurrahmonning bu so'zlarini anglab, darhol sirtga qarab yurgan peti chiqib ketdi. Uning yanida qilich bor edi. U Hormuzon turayotgan uyga kirib, uni sirtga chaqirdi. Hormuzon sirtga chiqdi. Ubaydullah, "Mening bir etim bor edi. Men bilan berib ko'rib boqamsan" deb bir bahona topdi. Ular bir oz mang'andan keyin Ubaydullah qadamini ostiltib Hormuzonning keyniga o'tdi va qilichini sug'urib elib, uni chepib tashladi. Ubaydullah bu vaqtda mundoq deydi. Hormuzon mening qilichni qinidan sug'urganligimni anglab, "La ilaha illalloh" deb varqirdi. Men uni o'ltirgandan keyin Jufaynaning yoniga bordim va uni sirtga chaqirdim. U yera xristianlardan bo'lib, Said ibn Abu Waqqasning balasining tarbiyachisi edi. Ularning orasida do'stlik munosabati bor edi. Uningdan boshqa u Madinada o'qituvchilik qiladi va balalarning savodini chiqarishga mas'ul edi. Men uning kallasini erish uchun qilichimni qinidan sug'urganimda, u darhol xristianlarning ibodat harakatini qildi. Ubaydullah bu ikkisini o'ltirgandan keyin berib Abu Lu'lu'aning kichik bir qizini qatl qilibdi. Ubaydullahning intiqom o'ti shu qadar lavuldab ketgan ediki, u fatih qilingan yerlardan Madinaga keltirilgan yotlarning hammasini o'ltirib o'tmoqchi bo'lgan edi. Ammo sahobalar bu ishni bilib, darhol uni to'sdi va xalifaning uni sotga tortish uchun zindonga solib qo'yishdi.